Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga ijaraga, ya'ni kvartiraga kim kvartira izlab yurgan bo'lsa, o'sha kvartirani qisqacha sharoitlari bilan tanishtirib o'tamiz. Muzrabot tuman markazi, mana ko'rishimiz mumkin. Bittalik stadion, stomatologiya, tomchi somsaxona, podval sartaroshxona, ichki ishlar bo'limi, shifoxona, soliq, hokimiyat, bank, davlat xizmatlari hammasiga qulay joyda joylashgan. Mana zamonaviy restoran yonida. Mana shu domda 3-podezi, 2-etaji chap tomonda joylashgan shinamgina katta kvartira. Kimda kim Muzrabot tumanida kvartira izlab yurgan bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Ravshan akamizni uylari ijaraga beradi. Endi yaqinroqdan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, domni yaqinida mana shunday zamonaviy kran joylashgan. Mana shu yerdan suv olishi mumkin. Mana keyingi podez, mana hozir yaqinroqdan batafsil tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, egalari Toshkentga ish bilan ketib 5-6 yildan beri Toshkentda ishlar ekan. Xabari ham bo'lmagan mana shunday gaz o'tgani, mana yangi sho'chik qo'yib gaz bilan kvartiramizni jihozlagan. Ko'rishimiz mumkin, mana 2-etaj chap tomondagi xonadon. Mana xonadonimiz. Bu yerda yuvinish xonasi, vanna bor. Bu yer bitta o'tiraydigan xona. Remont bo'lgan mana. Yangi remont bo'lgan. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana to'g'rimizdagi davlat xizmatlari orqa tomoni, mana daraxtlar bor. Yozgi kunida ham uncha konditsionerga ham ehtiyoj yo'q, salqin bo'ladi. Mana bu yerda ham orqa eshigi bor, ochib qo'yiladi. Balkoncha. Orqa eshigi bor, balkoncha, yana bitta qo'shimcha xona. Bu hozircha katta xona, ochib beradi, bo'shatib beradi. Mana o'zlari vaqtincha 1-2 kunga kelib, mana divanlarda yotib foydalanib turibdi. Bu xona ham choy ichadigan xona. Choy ichadigan xona. Mana bu balkoni, oshxona. Mana derazalarni ochirib, bemalol salqingina o'tirsa bo'ladi. Idish-tovoq qo'yayotgan joylari, mana ishqib qo'ldan kelgancha qulay sharoiti bor. Gaz, yaqinda o'zi gaz o'tkazdi kelib. Shu domga gaz o'tkazganini ham hattoki egasi bilmagan. Sababi 5-6 yil bo'lgan Toshkentga ko'chib ketgani. Ravshan akamiz telefon raqamlari 91lik 008 97 19 97 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Yana ekranda yozib qoldiramiz telefon raqamlarini. Hozircha mana ko'rganlaringiz 2 xonali uy, sharoitlari qo'ldan kelgancha. 3 xona deymi? Katta uylar. Shu 3 xona endi asosiy 2 ta xonasidan foydalanib turibdi. Bu katta xonani ham ochib berar ekan. 1 million so'mga ijaraga beraman deyapti Ravshan akamiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini yozib qoldirdik. Yana aytib o'tamiz. 91lik 008 19 97 telefon raqamlariga bemalol telefon qilib gaplashishlari mumkin. Ushbu Akmal Jumayev kanali rivojlanishi uchun ham like va podpiska tugmalarini bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.